Hamid aka, nima qilyapsiz? 10x mi? Nima bo'ldi? Buzildimi? Ukam, 10xchilarning eng katta muammosi savolim mashtim keldi. Bu savolga javobni o'zim ham topolmayapman. 10x orqa 10 tomon podkrinlik nimagadir ochuv. Biz ham bilmaydigan savollarimiz tiqilib yotdi. Internetga ham berdim, Google'ga ham berdim, libo joyga beryapman. Menga cho'ta noto'g'ri ma'lumot o'tadi. Ularning ma'lumotiga ko'ra, bu yerda axlashdashi sistema havo sirkulyatsiya bo'ladi, bak shlankasi o'tganni beradi. Lekin bak shlankasi u yoq tarafda-yu, bu yoqda emas. Ko'pchilik shu narsani so'rab bizani xit qildi. Mana shu tomonga podkrinlik qildirish kerakmi, o'zi qildirish kerak emasmi? Lekin aslida zavod ham ahmoq emas-ku. 10x bilan Monzada xuddi shu muammo. Yo, bu narsa nimaga ochiq? Bizani obunachilarimizning orasida ustalar, zavodda ishlaydiganlar, texniklar, bu narsani tushunadigan odamlar bordir. Meni aqlim yetmadi. Agar bilsanglar shu narsa to'g'risida kommentariyada ma'lumot berib ketinglar. Bu yerga podkrinlik yasatganimiz yaxshimi yoki yaxshi emasmi? O'zi bu narsa nima uchun qoldirilgan? Zavod standartlar bo'yicha ishlab chiqariladi-yu, zavodda bu narsa uchun javobi bo'lsa kerak. Mana bak bu yoqda chap tomonda turibdi. Shlankasi ham demak chap tomonda. A bot polностью podkrinlik bilan birga qoplangan. Aka, sizda ham qanaqadir savollar bo'lishi tabiiy. Bizga yo'llang, yechim ko'radi. Hamma bir-biridan o'rganadi. Hech kim o'zidan o'zi mutaxassis bo'lib qolmaydi. Aka, videolarimiz, savollarimiz qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying, balki foydamiz tep qo'yadi. Like bosish esdan chiqmasin.